Qaynonaning hikoyasi. Men Halima opa, 60 yoshdaman. Umrimni dehqonchilik va chorvachilik bilan o'tkazdim. Tort ogil 2 qizni voyaga yetkazdim. Kenja o'g'lim Odil. Uning to'yini o'tkazganimizga hali 1 oy ham bo'lmadi. Kelinimiz Nilufar, shahardan. Juda kamgap, sokin, muloyim, lekin nigohida qandaydir botiniy sir yashiringan. Avvaliga buni sezmadim. Har kelin boshida sharmanda yuradi deb o'yladim. Lekin oradan 5 kun o'tdi, 10 kun o'tdi. Nilufar galati odat chiqardi. Har kuni tong saharda molxonaga kirib ketadi. Ha, to'g'ri eshitdingiz, molxonaga. Birinchi kuni buni sezmadim. Har tong turaman, non yopaman, sigir sogaman. Kelinim avvaliga yordamga chiqib yurdi. Lekin keyinchalik uyg'onmasdan molxonaga kiradigan bo'ldi. U yerda nima qiladi, hech kim bilmaydi. Men esa bir kuni bexosdan o'sha paytda molxona tomonga chiqdim. Kelin allaqachon ichkarida, eshik yopiq. Ichkaridan engil shivir-shivir eshitiladi. Lekin hayvonlarning tovushi emas. Na til, na ohang tanish, na duo, na she'r. Yana jimlik, yana shivir. 3-kuni ataylab eshik tirqishidan qaradim. Hech nima ko'rinmadi. Kelin shiftga qarab o'tirgan, qo'llarini tizzasiga qo'ygancha jim. Men hayron. Nima uchun molxonada o'tiradi? Yana har kuni. 4-kuni boshqa o'g'limga aytaymi dedim, keyin o'yladim. Balki bu qizning o'ziga xos odati bordir. Balki ibodat qilayotgandir. Balki u yerda o'zi bilan o'zi gaplashayotgandir. Yoki hatto yo'q. Bu fikrni xayolimdan quvaman. Bir kuni erim Jabbor aka ham buni payqadi. Nilufar har kuni molxonaga kirarkan. Nima qiladi Halima? Men yelkamni qisdim. Bilmayman, o'zim ham tushunmayapman dedim. U kuldi. Balki sigirlarga mehr berayotgandir. Shaharlik bo'lsa ham oddiy hayotga ko'nikayotgan bo'lsa kerak. Men esa jim edim, chunki bu oddiylik emas edi. Nilufar har kuni ertalab molxonaga kiradi. Hech kimga hech nima demasdan. Qaynonasiga ham, eriga ham ertalab kiradi. Yarim soatlar, ba'zida 1 soatlab qoladi. Keyin chiqqach, hech narsa bo'lmaganday o'z ishini qiladi. Choy damlaydi, hovlini supuradi, bizga xizmat qiladi. Lekin men yuragim bilan his qilaman, u molxonaga shunchaki kirmayapti. U yerda nimadir bor, nimadir yashiringan. Nimadir, lekin nimani bilmayman. Bir kuni kechasi uyg'onib molxonaga qaradim. Eshigi ozgina ochiq qolibdi. O'yladim, ehtimol Nilufar ichkarida. Yondoshib bordim, qaradim, yo'q, hech kim yo'q. Molxonada jimlik. Ertalab esa yana u yerga kirib ketdi. Endi esa bir savol tinmaydi. Necha kun bo'ldi, nega aynan molxona? Nega aynan ertalab? Nega har kuni? Men unga savol berishga jur'at qila olmayman. Balki aytsa sir ochilar. Balki bu sir ochilmasligi kerakdir. Men endi bilaman, bu molxona oddiy joy emas. Nilufar esa oddiy kelinchak emas. U har kuni u yerga kiradi. Go'yo kimnidir ko'rish uchunmi? Yoki nimanidir yashirish uchunmi? Yoki nimadirni eslab o'tirmoqdami? Balki bu sir men bilan birga yashashi kerakdir. Har safar molxona eshigi qarsillab yopilsa, yuragim gash tortadi. Har eshik ochilganda esa umid bilan eshitaman. Bu safar sir ochiladimi? Lekin yo'q. Nilufar har kuni molxonaga kiradi. Har kuni. Hech kim bilmaydi nima uchun. Faqat u va o'sha eshik biladi. Har tong endi yuragimni gash qiladi. Eshik gichir etadi, bilaman, u keldi. Kelinim Nilufar. U qadam bosadi, yengil, sekin, hech kimni bezovta qilmasdan. Eshikni ohangrabodek ochadi, kiradi. Ichkariga singib ketadi. Molxona jimjitlikka cho'madi. Men peshin atrofida eshikni qarab yuraman. Ichkarida nima bo'lyapti? Nima uchun u joyga har kuni kiradi? Hech kimga aytmaydi, hech kimga tushuntirmaydi. Bir kuni erim ko'zini qisib menga dedi. Halima, bu qizing molxona ostonasidan minnatdor chiqadi nazarimda. Men chochib tushdim. Qanaqasiga?
Bilmadim. Bir qarab chiqingchi, aytmasa ham siz sezarsiz. Men esa unga indamadim. Bilaman, borib qaray olmayman. Ichkariga kirishga ko'nglim dof bermaydi. Go'yo sirga yaqinlashsam yuragim siqilib ketadigandek. Oradan bir necha kun o'tdi. Endi hatto farzandlarim ham payqay boshladi. Ortancha kelinim shama qildi. Qaynonajon Nilufar opani har kuni molxonada ko'raman. Ehtimol u yerda mushukcha topib olib tarbiyalayotgandir. Yoki rozgor sirlaringizni o'rganayotgandir. U kuldi. Men esa qo'shilmadim. Men kulolmadim. Chunki men har safar o'sha eshik ochilganda yuragimga g'ayritabiiy sovuqlik tushishini his qilaman. Har safar Nilufarning chehrasiga qaraganimda u nimanidir yashirayotgandek tuyuladi. Bir kuni tushlikdan so'ng men yolg'iz edim. Eshikni sekin ochib molxonaga qarab bordim. Ichkariga kira olmadim, ammo eshikni ochiq qoldirishgan ekan. U yerda o'ziga xos muhit bor edi, havo og'ir, sovuq, lekin toza. Hamma narsa o'z joyida, somon, paqir, suv, sigirlarning yotog'i. Hech narsa g'ayritabiiy emas. Lekin yuragim shivirladi. Ko'rinmaydigan narsa ham bo'lishi mumkin. Ertasi kuni yana u yerga kirib ketdi. Yana hech kim bilmasdi. Yana hech kim so'ramasdi. Yana hech kim tushunmasdi. Bir kuni o'g'lim Odil uyga charchab keldi. Qarasam ko'ngli gash. So'radim. Nimadir bo'ldimi o'g'lim? U boshini chayqadi. Yo'q onajon, faqat Nilufar bugun ozgacharoq edi. Garchi har doimgidek choy damlab, taom tayyorlab bersa-da, ko'zida gam bor edi. Men jim qoldim. Men bilaman, u molxonada nimanidir ko'radi. Nimadir eslaydi. Balki kimnidir kutadi. Buni faqat u biladi. Va balki o'sha molxona. Endi esa yuragim shunaqa bo'lib qolgan. Agar bir kun molxona eshigi ochilmasa, yuragim gamga botadi. U kirmasa ichim siqiladi. Go'yo u yerga kirmasa, bu hovli ham ozligidan ajraydi. Go'yo u molxonaga emas, boshqa bir olamga kirib kelayotgandek. Ammo bu sir ochilmasligi kerak. Men bilmayman nima bo'lyapti. Men faqat his qilaman. Har kuni tongda molxona eshigi ochiladi. Nilufar kiradi. Sir esa ichkarida qoladi. Bugun sahar yana uyg'ondim. Quloqlarim shivirlab turibdi. Yuragimda galati bir xavotir. Eshik sekin ochildi, qarsillamay ohista. Bilaman, Nilufar yana molxonaga kirib ketdi. Men o'rnimda qotib qoldim. So'nggi kunlarda yuragimda galati xayollar o'ynayapti. Bu endi oddiy o'rganilgan hol emas. Har kuni molxonaga kirish, har kuni o'sha bir joyga. Kecha tunda bir tush ko'rdim. Molxona ichida ot turardi, yelkasi katta, ko'zlari qorong'ilikda yaltiraydi. Biroq u oddiy ot emas edi. Uning ko'zida nimadir bor edi. Men o'sha ko'zlardan cho'chib uyg'ondim. Bugun esa bu tush menga xayol bo'lib yopishdi. Nilufar molxonaga kirmoqda va yuragimda bir galati savol tugilyapti. U o'sha ot bilan nimadir qilmayaptimikan? Bu fikrni xayolimdan quvmoqchi bo'laman, lekin qayta-qayta o'ylayveraman. O'sha molxonada hali biror marta hayvon yo'qligiga ishonch hosil qilganim yo'q. Balki u ichkarida nimadir boqayotgandir. Balki u bir otni yashirayotgandir. Nega aynan molxona? Nega har kuni? Nega o'sha yerda yolg'iz bo'lishni istaydi? Bir kuni tongda u eshikni ochayotganda men derazadan qaradim. Nilufarning yelkalari chokkan, ammo ko'zlarida qandaydir qat'iyat bor edi. Go'yo kimningdir oldiga borayotgandek. Molxonaning eshigi ohangrabodek yutilib ketdi. Men ichkaridan yengil tishlash, past shivir-shivir va gingillash eshitdim. Qandaydir tovush. Bu tovush otning ovoziga o'xshardi. Yuragim hapriqib ketdi. Yo'q, bu mumkin emas, dedim ichimda. Bu otmi? Quloqlarimni orkab eshitdim. Xir, xir. Birdan yuragimga qorong'u g'oyalar kirib keldi. Balki u o'sha otga gapiryapti. Balki ot unga tegishli. Balki. Yo'q, yo'q. Bu faqat xayol. Nilufar muloyim, odobli, jim. U qanday qilib molxonada?
Ot bilan. Nima uchun? O'sha kuni kechasi men og'zimni bosolmadim. Shunchaki molxona eshigini borib ushlab ko'rdim. U sovuq edi. Ichkaridan biron tovush yo'q edi. Lekin yuragim ichkariga kirishga jur'at etmadi. Eshik ochilsa nimanidir ko'rib qo'yaman deb qo'rqdim. Ertalab esa yana Nilufar kirib ketdi. O'sha o'zining yurishlari bilan. Bu gal esa eshik yopilgach ichkaridan ot oyoqlarining yengil taqillashi eshitildi. Men qotib qoldim. Molxonada ot bormi? U nima qilmoqda u bilan? Va bu ot qayerdan kelgan? Shu kundan beri men jim, lekin ichimda galayon. Tushlarimda qora otlar yuguradi. Ularning ustida kimdir o'tirgan bo'ladi. U Nilufarmi yoki boshqa kimdir? Har kuni molxona eshigi ochiladi. Har kuni Nilufar kiradi. Sir esa tobora kuchayib boradi. Endi bu oddiy sir emas. Bu yuragimni yeb bitirayotgan jumbo. Ot bor. Men buni sezdim. Lekin nimaga? Nega u bilan? Va nima bo'lyapti molxonada? Men bu savollarga javob topolmayman. Men faqat kutyapman. Ehtimol vaqt kelib sir ozi ochilar. Lekin balki bu sir hech qachon ochilmasligi kerakdir. Bu tong boshqacha edi. Yuragimda nima bo'lsa ham, bugun men o'sha eshikni ochishga bel bog'ladim. Yillar davomida bu hovlining har burchagini oz ko'zim bilan ko'rganman. Ammo shuncha yildan beri ilk marta bir joy, o'sha molxona menga begona tuyuldi. Oz hovlim ichida o'zimni begonadek his qildim. Bugun esa yuragim chidamadi. Nilufar molxonaga kirgach, men asta orqasidan bordim. Qochqorlar tovuqdan qochganidek yuragim ichimda sapchib turardi. Eshik ochiq qoldirilgan edi. Ichkariga bosh suqib qaradim. Men ko'rgan manzara meni bir zumda jimjit qilib qo'ydi. Somon toshalgan joyda burchakda katta eski ko'rpa ustida 3 ta kichkina mushukcha yotardi. Ularning ko'zlari hali to'liq ochilmagan, ammo dumlari qimirlaydi. Quloqlari orasida esa Nilufarning qo'llari ohista, shirinlik bilan ularning boshini silardi. Yonida bir piyola sut turardi. Sut iliq, yana to'kilib turgan edi. Nilufar ularni bir-bir boqardi. Og'ziga shirin tabassum yugurgan, go'yo butun dunyo shulardan iboratdek. Men eshik oldida turib nafasimni ichimga yutdim. Shuncha kundan beri yashirin sir bu ekanmi? Ot ham yo'q edi, tovush ham, faqat mushukchalar va Nilufarning mehrga to'la nigohi. Men ichkariga kirishga jur'at etmadim. U meni ko'rib qolsa hijolat tortishini bilar. Kimni bosib molxonani tark etdim. Lekin yuragimda nimadir yumshab ketdi. Ko'z oldimdan o'tgan xayollar, qorong'u tushlar, otlar, sirli tovushlar barchasi endi menga kulgili tuyuldi. Kechqurun Nilufar menga choy damlab berdi. Ko'zlarimiz uchrashganda u jim qoldi. Men esa tabassum bilan unga dedim: "Mushukchalar sog' omonmi?" U dovdiradi, lablari qaltiradi, keyin ko'zlari jimjimador bo'lib bosh irgadi. "Kechirasiz, onajon. Sizga aytmoqchi edim." Men unga sekinlik bilan qo'l uzatdim. Aytilmagan mehr ham ba'zida so'zsiz tushuniladi, qizim. O'sha kundan keyin Nilufar molxonaga endi ochiqcha boradigan bo'ldi. Hovli ahli esa mushukchalarni erkalab, ularni Nilufarning bolalari deb ataydigan bo'ldi. Men esa har safar molxona eshigini ko'rsam, yuragimda bir iliqlik sezaman. Chunki u yerda mehr yashiringan edi. Va men nihoyat bu sirni tushundim. Ba'zi sirlarda qo'rquv emas, go'zallik yashiringan bo'ladi. Tugadi.